Ko'pchilik meni shunchaki kemirib yeydi, lekin shunda A vitamini yaxshi o'zlashtirilmaydi. Meni ozgina yog' bilan birga yeng yoki biroz yog'da dimlab pishiring. Shunda tanangiz ko'proq foyda oladi. Banan kaliy va B6 vitamini bilan boy. Tolasi oshqozonni tinchlantiradi va energiya beradi. Yong'oq bilan yesangiz to'qlik uzoqroq saqlanadi. Meni darrov muzlatgichga yashirmang. Sovuq joyda men yaxshi pishmayman. Meni oddiy xona haroratida stol ustida qoldiring. Shunda men yanada mazali va foydali bo'laman. Siz meni faqat suvdan iborat deb o'ylaysizmi aslida? Men tanani mukammal darajada namlayman va stress gormonlarini kamaytirishga yordam beradigan moddalarga egaman. Men shunchaki shirin meva emasman. Fermentlarim oqsilli ovqatni hazm qilishga yordam beradi. To'yimli ovqatdan keyin bir bo'lak meni yeng, oshqozoningiz yengil bo'ladi. Meni toza holda ichmang. Men oshqozon uchun juda kuchli bo'lishim mumkin. Yaxshisi meni iliq suvga qo'shib iching. Shunda men sizga ko'proq foyda keltiraman. Mening kaloriyamdan qo'rqmang. Menda oqsil va tolalar ko'p. Ular tez to'qlik hissini beradi. Meni bitta hovuchda yeng va ochlik tezda yo'qoladi. Foydali ma'lumotlar uchun yurakchani qizartirib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang.